Koinot Kavsar sanatoriyasining asosiy licheniyasi bu oltingurtli suv hisoblanadi. Oltingurtli suv infarkt, insultdan keyin kasallangan bemorlar shu suvda shifo olishadi. Bu allergik kasalliklar, teri tanosil, davleniyasi bor insonlar, yurak qon tomir kasalligi bor insonlar, qonida qandli diabeti bor insonlar, kuygandan keyin chandiq holatdagi insonlarga juda ham foydali. Ayniqsa hozirgi kunda hammada artrit, artroz, toksiartroz, poliartrit, revmatizm kasalligi bilan yallig'langan bemorlar uchun juda ham foydali suv hisoblanadi. Bel bo'yin grijalari bor insonlarga ham juda ham foydali. Oltingurtli suv tarkibida mikroelement va uglevodlar borligini hisobiga insonni organizmini davolaydi. Oltingurtli suv tarkibida yod, brom, ftor, kaliy, kalsiy, magniy, natriy, mis kabi mikroelementlar ionlari mavjud. Shu kasalliklar bilan og'rigan bemorlarni Koinot Kavsari dam olish va davolanish maskanida kutib qolamiz.